Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bugungi darsimiz yana davomlashtirib kelayotgan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga jon dili bilan hamroh bo'lgan hayoti va butun mol mulkini Rasulullohning yo'lida taqdim etgan sahaba radhiyallohu anhumlar hayotidan dars va ibrat chiqarish temasidagi dars. Bugungi tanlangan sahaba oldimizdagi sahabalarga o'xshash Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemning ochiq guvohlik berishi bilan jannat ahli deb guvohlik berilgan sahabalarning qatoridan bo'lgan sahaba bo'lib, ismi Zubayr. Zubayr radhiyallohu anhuning dadasi Avvam ibn Xuvaylid. Anasi bo'lsa Safiya bint Abdul Muttallib. Yani dadasi mo Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge cemattaş, anası bolsa Resulullah'ның hammısının qatarıdın. Zubayr raziyallahu anhu'nun tug'ilganligi haqida va yeshi haqida ulamolar o'tirisida, tarixchilar o'tirisida ba'zi bir o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lib, shu sababli tug'ilgan vaqti bayon qilinmadi. Zubayr raziyallahu anhu katta sahabalarning qatoridan bo'lib, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ko'p alqishiga va Rasululloh uchun nurg'unlagan qurbonliqlarni bergan, islom dini uchun farzandlarini, o'zini, melini, hayotini taqdim qilgan sahabalarning qatoridan birisidir. Zubayr raziyallahu anhu Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ilohiy vahiy kelib, yani payg'ambar bo'lgandan keyin Abu Bakr raziyallahu anhuning da'vati orqali dastlabki ovoz qo'shgan, islomga ovoz qo'shgan shaxslarning qatoridan. Tarixchilarning ko'z qarashi bir qancha xil bo'lsa-mu, buni yakunlab chiqamizki, ya'ni Zubayr raziyallahu anhu islomni qabul qilgan vaqtning o'zida 10 yoshdan 17 yosh orasida deb qaralgan. Ba'zilar 8 yosh, ba'zilar 12 yosh, ba'zilar 15 yosh, ba'zilar 17 yosh o'xshamagan bo'lsa-mu, ammo buningdan chiqib turadi-ki 10 yoshdan yuqori, 17 yoshdan tuvan. Ya'ni noyatadagi bola vaqti, balog'atga yetgan va yetmagan vaqtlarida islomni qabul qilgan edi. Zubayr raziyallahu anhu islomni qabul qilgandan keyin o'zi qabul qilgan mana shu islom uchun jiq qurbonliqlarni, badallarni to'lagan. Ilgirki sahabalarga o'xshash Zubayr raziyallahu anhuning hayotida erishgan nurg'un shon sharaflari bor. O şan sharaflar Zubayr raziyallahu anhudan kim bu? Zubayr raziyallahu anhuga mansubdir va Zubayr raziyallahu anhuni shu shon sharaflar bilan maqtash to'g'ri keladi qarindoshlar. Zubayr raziyallahu anhu'nun şan şereflerinden birisi qarindoshlar, yani as-sabiqunal avvalun. Zubayr raziyallahu anhu dastlabki islomga ovoz qo'shgan dastlabki avangardlarning qatoridir. Yani dastlabda payg'ambar alayhisolamning da'vatini Abu Bakr raziyallahu anhu'ning tili orqali anglab, darhol qabul qilib, uni mustahkam turgan. Ahirgacha bu maydondan yanmagan sahabalarning qatoridan. İkincisi sahibul hicrateyn. Zubayr raziyallahu anhu garchi mansab jihatda, iqtisodiy jihatda boy oiladan, mansablik oiladan kelgan bo'lsa-mu, tag'iz tarafdan xil ko'plagan qiyin qistoqlarga ilingan azob dardlarni tatgan edi. Shu sababli dastlabda Rasulullohning izni bilan Habaystonga, keyin Payg'ambar alayhisolamning buyrug'i bilan Madinaga 2 qatimliq hijratni qilib, sahibul hijrateyn 2 hijrat egisi deb atalgan va buning savobiga erishgan ulug' sahabalarning qatoridir. Üçüncüsü al-asharatul mubashsharatu bil jannah. Jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahabaning qatoridir. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr fil cennet deb sanıgan 10 kişinin qatorida Talha fil cennet, Zubayr fil cennet deb Peygamber aleyhisselam Zubayr raziyallahu anhu'ni ochiq oshkora cennet ahli deb xabar bergan. Ali raziyallahu anhu, Zubayr raziyallahu anhu boshqalarniki suiqasd bilan shahid qilingandan keyin 2 qulqum Peygamber aleyhisselamdan shundoq deb anglaganki, Talha va Zubayr jannatda birga mangadi degan hadisni bayon qilgan. Demek, mana mushu e'tiborlar bilan jannatdan xush bishorat berilgan 10 kishining qatoridandir. 4-inchisi qarindoshlar, bu Zubayr raziyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның yardımcısı.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyen ki "Likulli nebiyyin havari ve havariye Zübeyir ibn al-Avvam." Her kandak peygamberinin yardımcısı, medetçisi, kovduğucusu болады. Mening yardımcım, mening kovduğucum her vakit bağırsan desem bağ deydigan şahsım bolsa Zübeyir ibn al-Avvam deb Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek atakni Resulullah'ның yardımcısı, kovduğucusu degan bu atakni Zübeyir radıyallahu anh'a bergen. Ve yana Zübeyir radıyallahu anh'ın ben şereflerinden katarından ahirkisi qarindaşlar Ömer radıyallahu anhu Şura azasığı tanlagan 6 kişinin birisi Zübeyir ibn al-Avvam'dır. Hatta ki Ömer radıyallahu anhu eğer sallaş doğru kep qasal xalifen meningden kin mana şu 6 kişiden tanlasanlı boludu degen mana şu şan şerefke erişken ulug sahabelerinin qatarıdan. Zübeyir radıyallahu anhu doğruluk Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir qancha xil so'zlarni qilgan. Buning birisi yuqorida o'tganimizdek Zübeyir mening yordamchim degan. Ve yana Zübeyir radıyallahu anhu Peygamber İslam fidaki abi ve ummi. Ata-anam sana fida olsun ya Zübeyir deb Peygamber İslam Ahzab urushida ve ondan başka urushlarda bir qancha qitimlab Zübeyir radıyallahu anhuga ata-anasını qo'shib pida qilgan ve Zübeyir radıyallahu anhu'ni alaydı maqtagan medihligen qarindaşlar. Endi biz mana şu ulug' şan şerefke erişken Rasulullah'ның cennetlen xush bisharatni berişigi muyassar bo'lgan, yuqorqi şan şereflerge nail bo'lgan, Allah onundan razı bo'lgan, shahodat maqamiga yetgan mana şu sahabadan nimalarni o'rganamiz, nimalarni bu sahabadan olamiz degan haqida biz bir qancha tema haqida to'xtalamiz qarindaşlar. Birinchi biz bu sahabini özümüzge örnek qilib turib fazilat bo'yicha, ya'ni o'zimizga kishilar o'ttirisida fazilatni hosil qilamiz. Ya'ni fazilatimiz bilan yashab, bizning keyingi avlodlarga fazilatimizni qoldirishni olamiz qarindoshlar. Zübeyir radıyallahu anhu'ni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem maqtashi bilan birga Ayşe radıyallahu anhu'ni maqtagan edi. Oğlu Urva radıyallahu anhu degenki senin dadang bolsa, yani Allah subhanahu wa taala yani jarohatlangandan keyin, kulpatga uchragandan keyinmi Allah ve Allah'ның Rasulü'nün çağırıqıga avaz qo'shib, jinini pida qilish uchun, islomni kuchlantirish uchun, payg'ambarga yordam qilish uchun otlangan kishilarning qatoridan deb Ayşe radıyallahu anha bu Zübeyir radıyallahu anhu'ni maqtagan. Ve yana Ömer radıyallahu anhu degan ki Zübeyir dinning töriki, İslamning asoslarining qatoridan. Yani dinni tutib turgan kishilarning qatoridan Zübeyir ibn al-Avvam deb Ömer radıyallahu anhu'ni alayda maqtagan edi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan bu qishida birisi men Havarining o'g'li deb degan vaqtning o'zida agar sen Zübeyir'nin balası bolsan, Havari'nin balası bolalaysan, unda qolmasın taqamayız. Fakat Resulullah'ның Havari degan atak, şan şeref ve sifatlişigi nail bo'lgan fakat Zübeyir radıyallahu anhu deb maqtagan qarindoshlar. Zübeyir radıyallahu anhu'dan yani biz o'rganadigan ishlar qarindoshlar. Zübeyir radıyallahu anhu o'zi kichik bo'lsa-mu, nihoyatda tirishchan edi. Tijorat bilan shug'ullanadi. Ticaret bilan shug'ullanib, nihoyatda iqtisodiy ko'p edi. Rivoyatlarda, sahih rivoyatlarda kelishicha, ya'ni bu Zübeyir radıyallahu anhu'ning minglagan quli bo'lib, mana shu qullar tarafdan u yerda ishlab olib kelgan mol dunyoni har kuni yig'ib, uyiga kirmay turib, hammani xayr sahobat qilib yetib, uyiga hech narsani qilmay quruq kiradi deb rivoyat qilingan qarindoshlar. Zübeyir radıyallahu anhu davomli xayr sahobat bilan shug'ullanadi. Xayr sahabatni nihoyatda ko'p o'ziga do'st tutadi. Bir kun esa o'zining katta esil bir o'g'lisini ozgina pulga sotgan edi. Ozgina pulga setib, bu vaqtning o'zida boshqalardan oldinib ketdim, menimda oz pulga sotding desa, men buni Alloh yo'lida taqdim qilish uchun mana shunday sotdim degan edi. Ya'ni o'zining mol mulkini islom uchun, Rasulullohning da'vosi uchun, kelgusi ummatlarning baqosi va ularning hurligi uchun taqdim qilgan sharafli sahobatchi sahobalarning qatoridan edi. Zübeyir radıyallahu anhu'ning sahovatini rivoyatlardan, tarixiy islom tarixi kitoblardan izlasak, nihoyatda ko'p bo'lib, vaqt e'tibori bilan mana shu ikki ish bilan to'xtay bo'ldi qilamiz qarindoshlar. Ve yana biz o'rganishga tegishli ishlardan qatoridan birisi qarindoshlar,
Zubayr radhiyallohu anhu nəhayət sadaqatman edi. Zubayr radhiyallohu anhu kichik vaqtida islomni qabul qilgan edi. Bu vaqtda tağısı nəhayət qiyin qıstaqlarni qilgan edi. Özü bayashatda cho'ng bo'lgan, iqtisodni kichik turib topgan, nəhayət farog'atlik holatda yashagan, rahat ichida yashagan bu sahaba, garchi rahat ichida yashagan bo'lsa-mu, ammo Allohga bergan va'dasi, aytgan iymoni, Rasulullohga bergan va'dasi va sadoqatini namoyon qilgan edi. Tağısı Zubayr radhiyallohu anhuni is bog'lab bir bo'rining ustiga bog'lab, bo'riga o't yoqib, is chiqarib, is orqali qishnagan edi. O't orqali, qiziqlik orqali ham qiynagan edi. Mush vaqtning o'zida agar sen mush maydoningdan yansang, ya'ni bir ilohga ibodat qilishdan yenib, bizning butlarimizni qabul qilsang, qo'yitma seni azochilik chiqaramaydi dedi. Bu vaqtning o'zida Zubayr radhiyallohu anhu dediki, la vallahi la arji'u an dini abada. Yo'q, Alloh bilan qasam qilamanki, dinimdan hargiz men uyalmayman. Men bu dinimga sadoqat ko'rsataman dedi. Shuning bilan birga bu Zubayr radhiyallohu anhu mana shu sadoqatini namoyon qilib, Rasulullohning davomli oqisida turdi. Shunga Rasululloh "Fidaka abi va ummi ya Zubayr" deb ketdi. Bir kunisi Mekkede Peygamber aleyhisselam'ını Kureyşler qashlab o'ltiribdi degan bir xabar tarqab ketdi. Bu vaqtda Zubayr radhiyallohu anhu darhol qilichini sug'urib, darhol Mekkening o'ttirisiga etildi. Kim Rasulullohga chiqildi? Ana shuning jinni olamadi. Ammo Mekkening ustun tarafida Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallam ko'chirdi. Rasulullohga ilqi xabarini yetkazib, o'zining Rasulullohning qotilining jin elish uchun chiqqanligini xabar berganda Rasululloh nəhayət xursand bo'ldi. Zubayr radhiyallohu anhuga duo qildi va Zubayr radhiyallohu anhuning qilichiga ham duo qilgan edi. Islomda eng dastlabda mashhur bo'lgan qilichlarning qatoridan Zubayr ibn al-Awwamning qilichi bo'lib, hatto Zubayr ibn al-Awwam qaslab o'ldirilgan vaqtda Ali radhiyallohu anhu qilichidan tunib olgan edi. Yani İslam'da Müslümanlar o'ttirisida eng dastlabda mashhur bo'lgan qilishlarning qatoridan Zubayr radhiyallohu anhuning qilichi bor edi. Zubayr radhiyallohu anhu yani Badr urushidami ajoyib qahramonlikni ko'rsatgan edi. Rasul qo'shinning o'ng tarafida turib, nihoyat jonliq holatda urush qilgan edi. Zubayr radhiyallohu anhu seriq bir sallini beshiga o'rib olgan bo'lib, Payg'ambar alayhisalom deganki, Badr kunisida yordam uchun tushgan malaikalar Zubayrning siyaqida tushgan simasida deb Payg'ambar alayhisalom bunday bayon qilgan edi qarindoshlar. Demak, biz Allohning dinini qabul qilib, bir Allohga iymon etadiganmiz. Islomni dinim, Allah'ını Rabbim, Peygamber aleyhisselam'ını Resulüm de kabul kılır ekanmiz. Biz bu meydanımız, bu imanımız, bu mecburiyetimizni to'liq ado qilmoqimiz lazım. Bunun da her qanday vaqtda ching turmoqimiz lazım qarindoshlar. Gerçi hazır ana shunday sinoqlarga uchrash oz bo'lsa-mu, ammo rahatparastliklar, ba'zi bir xotirjamliklar, dunyodagi fitna fasodlar, ozdirishlar, ba'zi bir shuqaslarning keyini kirib, nurg'on qilgan qarindoshlarimiz sinoqsiz holatda behuda maydonlardan inib ketib boradi, dillardan jiroqlashib ketib boradi, islomga bo'lgan sadoqatini yo'qotib qo'yadi. Qarindoshlar, biz Allohning rasuli, Allohning dini bo'lgan islomga bo'lgan sadoqatimiz bilan musulmonmiz. Shuning bilan baxtlik biz. Şunun bilan azizdir biz. Qarindoshlar, buningga alohida diqqat qilmoqimiz lozim. Yana biri biz Zubayr radhiyallohu anhudan oladigan, o'rganadigan ishlarning qatoridan birisi jasorat qarindoshlar. Zubayr radhiyallohu anhu nihoyat jasoratlik sahoba edi. Bir kunisi urushda, ya'ni Zubayr radhiyallohu anhu ne bir Yasir ismli bir Yahudi maydonga do'yliga chaqirdi. Bu vaqtning o'zida Safiya onamiz, "Ey Rasululloh, u sal kuchlikdek turadi, balamni o'ltirib qolammi?" degan vaqtning o'zida Rasululloh, "Yo'q, Safiya, sening balang uni o'ltirdi" dedi. Mush vaqtimi ikkilanmasdan maydonga tushib, o'zining raqibini yerga yiqitgan edi. Sahobalarning ko'pincha hattoki dushmanlarmi sahobalarning ichidagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning atrofida jasur kishidan 3 var. Biri Hamza, ikkinchisi Ali, uchinchisi Zubayr dedi.
Hamza Resulullah'ın tağısı, Ali razıyallahu anh Resulullah'ın köyüğü ve oruq tuqqını, Zübeyir Resulullah'ın tuqqını bulup, bazı bir suiqasçılar mana şu 3 kişinin sebebinin Resulullah'ı suiqas qilishdan, Resulullah'a yamanlık yetkizishdan saqlanıp qaladı. Yani Resulullah'a mana şundaq sadaqat gösterken her vakit özünün cesaretini namayan qilgan sahabi. Yarmuk günü ise Zübeyir razıyallahu anh özünün cesaretini haqiqiy namayan qilgan edi. Düşman sepine baştan kırıp ahırgıcı hep bir qitim çıkıp gidip yani ikinci qitim yerga vaqtning o'zida qilich özünün gadin tarafga tegib nurg'un yerini kavak qilib yani nurg'un qonni chiqarib etgan edi. Oğlu Abdullah shunda deydi-ki, dadamning 3 yeri var. Şu yerga qo'lamni tiqib baqsam patqidek holatda jarohat edi. İkisi Badr urushida bo'lgan, birisi Yarmuk kunisi bo'lgan deydi qarindoshlar. Demek Zübeyir razıyallahu anh ana aşındaq jarohatlangan bo'lsa-mu, qo'l sozib patqidek holatda jarohatlanib, o'tilan dag'lanib, saqayib shu jarohat sahibi bo'lsa-mu, en ahirgacha hatta Rasulullah dinkin Ebu Bekir dinkin Ömer razıyallahu dinkin Osman, onu dinkin mu özünün jangi bo'lgan, shahodatga bo'lgan erismanligini yo'qotib etmedi. Her vakit ana şu cesaretini saqlab qaldı. Bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahsab günüse kim Bani Qurayza'nın haberini bana ep keledi de birinci qitim nida qilganda başqalar şıqtuganda Zübeyir "Mana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, mana men barman" dedi. İkinci qitimdim men dedi. Üçüncü qitimdim başqalar avaz chiqarib qo'yishdi. Dastlabki men bar ya Rasulullah manga yo'l qo'ysil dedi. Rasulullah mana shu vaqtning o'zida yana "Ey Zübeyir, ata-onam sana paydo bo'lsin" dedi. Başqa rivoyatlarda Peygamber Aleyhisselam başta degan hadisni mush vaqtida rivoyat qilgan deydi. Ya'ni har bir payg'ambarning yordamchisi bo'ladi. Mening yordamchim Zübeyir ibn al-Avvam degan so'zni mush vaqtida qilgan deydi. Demak, qarindoshlar, buningdan biz Zübeyir raziyallohu anhuning nihoyat jasorat ekanligini bilib olaymiz va biz mana shu jasoratni o'zimizga o'rnak qilmoqligimiz lozim. Inshaalloh qarindoshlar, bizga bir kun keladi. Allah subhanahu wa ta'ala çokum dünya kanuniyeti boyunca karanlıktan keyin yoruqliqni keltirgandek bizning ustimizdagi bu japa zulm külfat inşallah pat arada kedir. Şu vaqtning o'zida Zübeyir raziyallohu anhudek jasorat ko'rsatamdik. Mana bu shuning alayida o'rganmoqimiz lozim va bundan dars chiqarib o'zimizni jasoratlik ishlarga ko'ndirish, har vaqt jasoratimizni namoyon qildirib o'zimizni odatlantirmoqimiz lozim qarindoshlar. Shuning bilan birga Zübeyir raziyallohu anhudan yani öğrenediğin işlerimizden qatardım. Birisi evlat terbiyeleş qarindoshlar. Zübeyir raziyallohu anhu hayatını köpünçü vaxtını ticaret bilan o'tkazib iqtisod to'plash bilan birga Rasulullahga sadaqat ko'rsatib, davomli Rasululloh bilan butun urushlarga qatnashish bilan birga her vaqt boshqalarga maslahat ko'rsatish bilan birga oilasi va o'zininki atrofidagi kishilarga qarash bilan birga o'g'illarini alayda tarbiyalagan edi. Ve özüme aldığınki sözlerimizi de ötürkünümüzdek nihayette şehadetke yerismen sahabiydi. Şu cihetten 7 oğlunun ismini 7 şehitinin ismi bilen koygan edi. Birinci oğlu Abdullah ibn Cahş radıyallahu anhu'nun şehadetini din bir bereket talep kılıp Abdullah deb koygan edi. Yani Abdullah ibn Cahş'dek şehit olsun der. İkinci oğlu ne? Muzir ibn Amr. Urvat ibn Amr. Hamza ibn Abdülmuttalib. Ja'far ibn Abi Talib. Mus'ab ibn Umeyr. Khalid ibn Sa'd. Mana şu sahabelerinin şehitlikinden təsirlenip oğullarını ana aşlağa o'xshash şehit bo'lsin deb ismini ana shunda qo'ygan edi. Shuni bilan birga oğullarını jasoratlik, qaysar, ilm xumori qilib tarbiyalagan edi. Cho'ng o'g'li Abdullah Iroqqa vali bo'lgan edi. Muzirma ko'p xizmatlarni va ko'p fidokorliklarni qilgan edi. Va yana Urva degan o'g'li Aisha raziyallohu anhuga hamroh bo'lib, Aisha raziyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisning eng ko'pini hammasini degan taqdirda eng ko'pini Aisha raziyallohu anhadan rivoyat qilgan Urva raziyallohu anhu bo'lsa Zübeyir raziyallohu anhu'nun qo'li edi. O'g'illarini birinchidan shahodatga tayyor. Allohning diniga yordam berish uchun hozir.
İslam üçün fidakar mana şundaq oğlanlardan qilib tarbiyalagan edi. Şuning uchun qarindoshlar, biz mu farzandlarimizni nimani maqsad qilib, nimani niyat qilib tarbiyalasak, nimani maqsad qilib cho'ng qilsak, Alloh shuningga yetkazadi. Bizda ana shundaq yuksak g'oya nishon bo'lsin. Zubayr radhiyallohu anhu o'g'illarini ana shu katta shahid, mujohid, g'ozilarning ismini qo'yib ekan, o'g'illari mujohid, g'ozi olimlarning qatoridan bo'ldi. İnnemel a'malu bin niyat. Her qandaq bir amalni nimani maqsad qilib, nimani g'oya qilib qilsak, Alloh shuningga yetkazadi, o ishning natijasi shunday chiqadi. Shuning uchun biz bu Zubayr radhiyallohu anhudan bu oxirida birinchi shahodatga bo'lgan erishmanlikni ilish bilan birga avlodlarimizni jangovar islom uchun, millat uchun, ya'ni hürlik uchun haqiqiy xizmat qila oladigan fidakar avlodlardan tarbiyalashni Zubayr radhiyallohu anhudan o'rganishimiz va uni o'zimizga ibrat va dars qilishimiz kerak. Allah'ның o'rinlashtirishi bilan Zubayr radhiyallohu anhu mushu dunyodagi Alloh bergan omonatni o'z joyida ado qilib, Rasulullohga bo'lgan sadoqatini ado qilib, Rasulullohdan keyin bo'lgan xalifalarga bo'lgan o'zining mas'uliyatini joyida ado qilib, o'zining avlodlarini yaxshi tarbiyalab, islom uchun jangovar qilib, safga qo'shib, Allohning izni bilan hijratning 36-yili 36-yili tarixchilarning o'xshamaslik e'tibori bilan kuchlantirganimiz 67 yoshida boshqalar tarafdan, ya'ni fitna vaqtida, ya'ni sahobalar o'tirib fitna chiqib, o'zaro urush bo'lgan bir voqelik va mush vaqtning o'zida mana mush urushga men kirmayman deb berib, ba'zi bir payg'ambar alayhisolamning vasiyatlarini xotirlab qaytib ketgan vaqtning o'zida, namoz o'qiyotgan vaqtning o'zida bir noahlininki suiqasdlashi bilan bu Zubayr radhiyallohu anhu o'ldirilgan, Allohning dargohiga shahid holatda qaytgan edi. Ali radhiyallohu anhu bu Zubayr radhiyallohu anhuning qilichini ko'rib, o'ksib yig'lab ketgan edi. Va degan ekanki, Rasulullohdan mushu ikki qo'lqim og'lagan ediki, Talha bilan Zubayr bu ikkisi jannatda birga yuradi degan deb nihoyatim o'ksib yig'lab urib ketgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu Zubayr radhiyallohu anhuning shahodatini qabul qilsin. Zubayr radhiyallohu anhudan ne bizga ulgu qilsin. Bizni Zubayr radhiyallohu anhudan o'rganib, sadoqatman, jasoratlik, saxovatlik avlodlarni islom dini uchun, millat uchun jangovar qilib tarbiyalaydigan mas'uliyatchan bir kişilerinin qatoridan qilsin. Farzandlarimizni Alloh subhanahu va taolo ana shu Zubayr radhiyallohu anhuning farzandlaridek jangovar farzandlarning qatoridan qilsin. Bizni Alloh subhanahu va taolo bu sahobalarning izidan minib, shular erishgan g'alaba nusratlarga muyassar qilsin. Mushu dunyoda Alloh subhanahu va taoloning rozilik erishgan holatda o dunyoga qaytishni Alloh subhanahu va taolo bizga muyassar va muvaffaqat qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.